Go'zal opa, hozirgi vaqtda men ham bir haftadan beri yo'talib, mana shu narsani o'sha hamshiralar, yaqinlarim tavsiyasi bilan ola boshladim. Doktor ko'rsatmasi emas. Ularni olish qanchalik yordam beradi? Deksametazonni yozibdi sizga. Nima maqsadda bergan? Sizga o'sha tavsiya qilgan odam qon suyultiradi deb aytgan, lekin afsuski bu narsa noto'g'ri. Deksametazon hech qachon qonni suyultirmagan. Uning eng zo'r ta'siri bu yallig'lanishga qarshi ta'siri. Ya'ni autoimmun proseslar, organizmda hujayra ichidagi yallig'lanish kasalliklarini, ko'rinmaydigan yallig'lanish kasalligini, allergik reaksiyalarni har xil darajada pasaytirib beradi. Ikkinchidan, autoimmun prosesni pasaytirib beradi. Agar sizda bakterial infeksiya bo'lsa yoki virusli infeksiya bo'lsa, bu yerda hech qanday deksametazonni ta'siri yo'q. Afsuski, o'shani hisobiga siz immunitetingizni yana ham pasaytirib borasiz. Lekin sizda agar bir xil analizlarda SRBda yoki prokalsitaninda yoki ba'zi bir boshqa analizlarda baland ko'rsatkich bo'ladigan bo'lsa, antibiotikka qo'shib bu dorini oladigan bo'lsangiz, tezroq tuzalish samara beradi. Shuning uchun bu narsani vrachni nazoratisiz olib bo'lmaydi va kokteyl degan narsani iltimos bu narsani uy sharoitida vrach nazoratisiz qilishni tavsiya qilmayman. Chunki uni nojo'ya ta'sirlari juda ko'p va u sizni kasalligingizni tuzatib beradigan dori emas.